Assalomu alaykum. Hormat tutimiz charchamayapsizmi? Tezkor savol javob o'tkazsak bo'ladimi siz bilan? Pravangiz bormi? Yo'q, bravo. Pravani qanaqa qilib oson olish o'rgating. Qarang, oson prava ilovasi chiqdi hozir yaqinda. U internetsiz ham ishlaydi. Bemalol tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Reklamasi ham yo'q-da. Bemalol metroda ham foydalanib ketsangiz bo'ladi. Bu ilovadan yuklab olsa bo'ladimi ilova? App Store'dan ham, Play Marketdan ham bepul yuklab olsangiz bo'ladi. Oson prava. Offline o'qisa bo'ladimi? Offline ham o'qisa bo'ladi. Rahmat aka. Mayli aka. Skachat qiling. Zo'r положение. Pravangiz bormi? Yo'q. Prava olishni eng oson yo'lini o'rgataymi? Qarang, siz agar metroda yurganingizda ham bemalol bo'sh yurmasdan oson prava ilovasini skachat qilsangiz bo'ladi. Tekin internetsiz ham ishlaydi. Bemalol testlarini o'tib yechib olsangiz bo'ladi. Oson prava. Salomat bo'ling aka. Charchamang. Prava bormi? Sizlarga qanaqa qilib oson olishni o'rgataymi? App Store'da yoki Play Marketda oson prava ilovasi chiqdi. U bepul skachat qilish, o'tdagi savolni 100% testi tushadi. Reklamasi yo'q, internetsiz bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Skachat qilib olinglar, salomat bo'linglar. Pravangiz bormi? Yo'q. Pravani qanaqa qilib oson olishni o'rgataymi? Qarang, oson prava ilovasi chiqqan. App Store'dan ham yoki Play Marketdan ham yuklab olsangiz bo'ladi. Tekin yuklab olish va internetsiz ham ishlaydi. Bemalol o'rganib olsangiz bo'ladi. Metroda ham misol uchun har 5 kunda tayyorlansangiz, xudo xolisa olib ketasiz. Oson prava. Salomat bo'ling, charchamang. Oson prava bilan oson prava oling.